Hozir guldastalarni tuhfa etishdan oldin dastavval kelin bola Xolidaxon sizni dunyoga keltirgan mo'ynis mo'tabar onajoningiz Zarofatxon onajonimizga dastavval 3 bora ta'zimingizni bajoyilashingiz kerak bo'ladi. Turlari bedor o'tkazgan mo'ynis mo'tabar onajonim bergan oq sutingizga rozi bo'ling. Roziman. Baxtli bo'lsin iloyim. Sher farzand, ser davlat bo'lsin. Allohim hamisha yaxshi kunlarni nasib qilsin inshaalloh. Inshaalloh haqqingiz kelsin. Xudo tomon. Bravo. Endi esa Xolidaxon mana shu lahzalardan e'tiboran sizni qaynona oyijoningiz hisoblanmish Nargizaxon onajonimizga ham 3 bora ta'zimingizni bajoyilashingiz kerak bo'ladi. Onajon, mana shu pallada sizni qo'lingizga Xolidaxon kelin bola chiroyli guldasta tuhfa etish arafasida bo'lsalar, kelasi yilga ushbu guldasta o'rnida jajjigina, shiringina nabiralarni qo'lingizga to'xtatish nasib ro'z aylangan bo'lsin deb ta'zimlarni qabul qilasiz kelin bo'ladi. Bolam bilan qo'sha qarab, bolam qatorida bora bo'lib, hamisha ko'zimizni quvnatib yursin. Inshaalloh. Ofarin, tasanno, bravo. Ana endi kuyovimiz ulfatlarasizlar, biroz hushyor turasizlar, sababi Xolida Teşekkür. Aferin. Rahmet dasta. Sardorbek bir uyga hozirmaydi. Sardor bir soniya. Biroz mayli bu narsani teatralniy deymiz bizni sohada, bizni kasbimizda teatralniy qilmoqchi edim. Ya'ni chiroyli bir ta'rif bermoqchi edim, ammo biroz shoshildim mayli. Bugun Sulola atalmish muhtasham tantanali asroyiga sizni kelin bo'lani Xolidaxonni eng yaqin insonlari tashrif buyurishdi. Chiroyli to'kin dasturxon yozildi. Albatta, chiroyli to'kin dasturxonda ortida Alisher akamni padar buzrukvoringiz. Bugundan e'tiboran qaynotangiz hisoblanmish Xolidaxon kelin bo'lani padar buzrukvorlari, ya'ni adajoningizni adashlari Alisher akamni, Zarofatxon onajonimizni, Nargizaxon onajonimizni mana shu kunga astoydil yillar davomida taraddud ko'rildi, niyat qilindi halol mehnat evaziga. Shunday ekan, o'z onajoningizni yana bir bor bag'ringizga bosib, mana shu tantanangni muborakbod etishingiz mumkin. Tasanno, tashakkur. Alisher akam shunday bo'ladi. Kuyov bolani adajonlari. Alisher aka, ming bor uzr so'rayman, Sardorbek keling. Kelin bola uzr so'raymiz. Alisher aka bir soniyaga kela olasizmi? To'ylar muborak bo'lsin. Alisher aka, o'zi Alisher akamni kamtarligini, samimiyligini qarang. Mehmonlarni kutib olish, mehmonlarni kuzatish bilan ovoralar. Bugundan e'tiboran adashingiz Alisher akamning kipriklarining ostida katta qilgan jigarbandi, jigargo'shasi Xolidaxonni, qizingizni bugundan e'tiboran ta'zimlarini qabul qiling. Rahmat, baxtli bo'ling. Teşekkür. Sardorbek, adajonni bag'ringizga bosib, bugungi tantanani muborakbod etishingiz mumkin. Rasanno, teşekkür. Rahmat. Sardorbek, kelin bolanglarga taklif etamiz sizni. Alisher aka, teşekkür. Rahmat. Salomat bo'ling. Ana endi oqshomimiz qirolichasi kelinimizni Xolidaxondan qarshi olish arafasidamiz. Kelinimizni guvohlari imkoni bo'lsa yuzlarini ochib qo'yasiz. Sababi Nargizaxon onajon guldastalarni peshvoz chiqib qabul qilasiz. Marhamat. Çarasını topgan, menga tosh otganga jonini otgan, darchiksin yonimda muhtam yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Xolidaxon. Istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Kelin tomon. Rahmat. Tasanno. Teşekkür. Onajon, Zarofatxon onajon, sizni qizingiz yo'llariga Nargizaxon